Ayolim sochimni bo'yasam bo'ladimi, deyapti. Men faqat xinaga bo'yash mumkin deb eshitganman. Shu to'g'rimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Shariatimizda soch bo'yashga ruxsat beriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlarida Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning otalari Abu Quhofani olib kelishadi. U kishining soch soqollari oppoq bo'lib ketgan ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom buni o'zgartiringlar, qoradan saqlaninglar degan ekanlar. Ya'ni u kishining sochlarini bo'yashga buyurdilar, lekin qop-qora qilib bo'yamanglar dedilar. Bu mana shu hadis sharifni qop-qora qilib bo'yashdan qaytaradigan ulamolar dalil qiladi o'zlariga. Ya'ni qari kishining sochini qop-qoraga bo'yashda bir nav yolg'on bo'ladi. Ya'ni u yosh emaski, qop-qora qilib bo'lsa, qop-qoraga ko'rinsa, bo'yalsa, u yoshdek ko'rinadi. Sal bu yerda aldov bo'lgan uchun shunda saqlaninglar deganlar. Payg'ambarimiz alayhisalom sunnatlariga muvofiq qoraga qizil aralashtirib bo'yashga ruxsat bor lekin. Sunnatga muvofiq bo'ladi. Bunda ayollar ham erkaklar ham bir xil, ayollar ham erkaklar ham bo'yasa bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, faqat qop-qora emas, qora bilan qizil aralashtirib bo'yashga ruxsat bor. Vallohu alam bis-savob.